Pensiya yoshiga yetdim. Keraklicha ishlab qo'ydim. Endi pensiyani olib bemalol yuraman desangiz xato qilasiz. Men o'zim shunaqaman. Yaqinda pensiyaga chiqdim, lekin pensiya puli bir haftalik produktingizga yetmaydi, ishonavering. Bu haqiqat. Men esa har doim aytaman, eng gryazniy sexlarda ishlaganman, vredniy sexlarda ishlaganman, lekin prikazni kam oylik bilan, eng kam O'zbekistonda ko'rsatilgan eng kam oylik bilan olgan ekan. Shunday ekan, o'sha paytda olayotgan oyliklarimizga mag'rurlanib, katta pul ishlayapmiz deb yurgan ekanmiz. Pensiya esa minimalniy. Mana shu kompaniyani ko'rib chiqing, bitta 100% daromad bor va siz o'sha pensiyangizni 10 yilligini bir kunda ishlashingiz mumkin. Bu gap yolg'on emas. Profilda silka bor, Telegramga o'tib ma'lumotlarni